akalar sizlarda zapravka bor, magazin bor, apteka bor, bo'sh joyi shunday turibdi. Ana shu bo'sh joydan oyiga 15 million so'm sof foyda ko'rsangiz bo'ladi. Qanaqa qilib desalar, ya'ni O'zbekistonda trendga chiqayotgan biznes sezonsiz biznes ishadi. Ya'ni elektromobillarni quvvatlash ishadi. Jaydari tilda eng qizig'i mana shu elektromobilni quvvatlash stansiyasiga 2 yil garantiya berishyapti. Ya'ni Gigabyte kompaniyasi bo'ladi, ofitsialniy dillerlar bo'lar ekan. 7 kilovatdan boshlab 240 kilovatga yetishur bo'lgan, ya'ni mana shunaqa elektromobil stansiyasini nalichida bor ekan, chegaralanmagan miqdorda olishda ham mumkin ekan. Eng qizig'i summasiga kelsak, eng kichigini narxi 4 million 800 dan boshlanar ekan, hadovoy, ya'ni 120 kilovatning narxi 106 million so'm bo'lar ekan. Dastavkasi yo'q ekan, lekin o'zidan kelib olib ketish imkoniyati mavjud bo'ladi. Endi maza qilib uyingizda o'tirib bo'sh joyingizdan foydalanib 15 million so'm sof foyda ko'rsangiz bo'lar ekan. Bo'sh joyingiz hamon ham bekor turibdi, maza qilib 15 million so'm topsangiz ham bo'lar ekan. Biz turgan joy Toshkentdagi Get Green kompaniyasida turibmiz. Zakaz berish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.